Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni gaplashamiz. Gaz hisoblagichini tekshirish, plombalar, gaz xodimlari kelganda nimalarga e'tibor berish kerak va eng asosiysi. Qanday qilib 22.500 ming so'mgacha jarimaga tushib qolmaslik kerak. Bu mavzu faqat uyda gaz hisoblagichi bor odamga emas, kvartirada yashaydigan, ijaraga uy beradigan, eski uy sotib olgan, hatto bir necha oy gazdan foydalanmagan odamga ham tegishli. Chunki bitta noto'g'ri imzo, bitta e'tiborsiz dalolatnoma yoki bitta yo'qolgan plomba keyin katta qarz, sud, ijro va hatto uy-joy bilan bog'liq jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Oldin tartib qanday edi? Hozir nimaga ko'proq e'tibor berishyapti? Gaz xodimi kelganda nima qilish kerak? Dalolatnomaga qachon imzo qo'yish mumkin? Qachon imzo qo'yish xavfli? Qanday hujjatlarni yig'ish kerak va agar sizga asossiz katta summa hisoblangan bo'lsa, o'zingizni qanday himoya qilasiz? Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot bir kuni sizni millionlab so'mlik muammodan saqlab qolishi mumkin. Avval ko'p xonadonlarda vaziyat oddiyroq edi. Gaz xodimi kelardi. Hisoblagich ko'rsatkichini yozib ketardi. Ba'zan plombani ko'rardi, ba'zan ko'rmasdi. Odamlar ham bunga juda jiddiy qaramasdi. Hisoblagich ishlab turibdi, gazga pul to'layapman, demak muammo yo'q deb o'ylashardi. Lekin bugungi kun nazorat kuchaygan. Hisoblagichning texnik holati, metrologik tekshiruv muddati, plomba butunligi, hisoblagichga aralashuv alomatlari, gaz tarmog'iga noqonuniy ulanmaganlik. Bularning hammasi alohida tekshiriladi. Eng katta xavf shundaki, ayrim holatlarda gaz tashkiloti iste'molchiga hisoblagichga aralashilgan, plomba buzilgan, gazdan hisoblagichsiz foydalanilgan yoki tekshiruv muddati o'tgan hisoblagich bilan gaz iste'mol qilingan degan mazmunda dalolatnoma tuzishi mumkin. Shundan keyin qayta hisob-kitob qilinadi. Bu qayta hisob-kitob ba'zan 1-200 ming so'm emas, bir necha million, hatto 22.500 ming so'm yoki undan ham ko'proq bo'lib chiqishi mumkin. Odam esa ko'pincha shok holatida qoladi. Men hech narsa qilmaganman. Gazga har oy to'laganman. Qanday qilib bunday qarz chiqdi deydi. Bu yerda asosiy muammo shuki, ko'pchilik gaz hisoblagichi faqat ko'rsatkich yozadigan qurilma deb o'ylaydi. Aslida u yuridik ahamiyatga ega o'lchov vositasi. Uning plomba holati, pasporti, tekshiruv muddati, o'rnatilgan joyi, raqami, hatto dalolatnomadagi bitta sana ham keyin nizoda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Sizning qo'lingizda hujjat bo'lmasa, men bilmasdim. Men tegmaganman. Oldingi egasi shunday qoldirgan degan gaplarni isbotlash qiyin bo'ladi. Birinchi navbatda uyda gaz hisoblagichi eski bo'lgan odamlar xavotir olish kerak. Masalan, sizning hisoblagichingiz saylovdan o'rnatilgan, lekin oxirgi metrologik tekshiruv qachon bo'lganini bilmaysiz. Hisoblagich pasporti qayerdaligini bilmaysiz. Gaz tashkilotidan kelgan eski dalolatnomalar yo'q. Bunday holatda siz men har oy to'lov qilyapman-ku deb xotirjam bo'lmang. To'lov qilish boshqa masala. Hisoblagichning qonuniy va texnik jihatdan yaroqli bo'lishi boshqa masala. Ikkinchi toifa, kvartira yoki uy sotib olganlar. Tasavvur qiling, siz 2024 yilda kvartira sotib oldingiz. Oldingi egasi sizga hammasi joyida, qarz yo'q dedi. Siz ham notariusdan o'tdingiz, ko'chib ketdingiz. Oradan 6 oy o'tib gaz xodimlari keladi va hisoblagich plombasida shubhali holat borligini aytadi. Siz esa bu meniki emas, men endi kirdim deysiz. Lekin dalolatnomalar topshirish qabul qilish hujjati. Hisoblagich ko'rsatkichi yozilgan ma'lumotnoma bo'lmasa, masala murakkablashadi. Shuning uchun uy sotib olayotganda gaz, elektr, suv bo'yicha nafaqat qarz yo'qligini, balki hisoblagich raqami, ko'rsatkichi, plomba holati va tekshiruv muddatini ham albatta hujjatlashtirish kerak. Uchinchi toifa, ijaraga uy beradiganlar. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Uy egasi boshqa shaharda yashaydi. Kvartirani ijarachiga bergan. Ijarachi gazdan foydalanadi, lekin hisoblagichga nima bo'layotgani uy egasi nazorat qilmaydi. Bir kuni tekshiruv keladi, plomba buzilgan yoki hisoblagich aylanmayapti degan dalolatnoma tuziladi. Jarima va qayta hisob-kitob esa ko'pincha mulkdor nomiga keladi. Keyin uy egasi ijarachini izlaydi. Ijarachi esa men tegmaganman deydi yoki umuman chiqib ketgan bo'ladi. Shu sababli ijara shartnomasida kommunal to'lovlar, hisoblagichlar holati va javobgarlik aniq yozilishi kerak. Kvartirani topshirayotganda gaz hisoblagichining rasmi, video, ko'rsatkichi, plomba holati alohida qayd etilishi zarur. 4-toifa.
xonadonda uzoq vaqt yashamaganlar. Masalan, siz 3 oy chet elda bo'ldingiz yoki kvartira bo'sh turgan. Gaz ishlatilmagan deb o'ylaysiz. Lekin gaz tashkiloti tekshiruvga kelganda uyda hech kim bo'lmagan. Keyin kirish imkoniyati berilmadi degan muammo paydo bo'lishi mumkin. Yoki hisoblagich joylashgan joyga kirish qiyin bo'lsa, xodimlar avvalgi ma'lumotlar asosida hisob-kitob qiladi. Shu sababli uzoq muddat uyda bo'lmasangiz, kommunal xizmatlar bo'yicha holatni oldindan tartibga solib qo'yish kerak. Qarz yo'qligini tekshiring. Hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling. Ishonchli odamga tekshiruvda qatnashish vakolatini bering. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar sizning hisoblagichingiz yaqinda o'rnatilgan bo'lsa, plomba butun bo'lsa, hujjatlari qo'lingizda bo'lsa, har oy to'lovni o'z vaqtida qilsangiz, tekshiruv kelganda xodimlarni kiritib, dalolatnomalarni diqqat bilan o'qib imzolayotgan bo'lsangiz, xavf ancha past. Lekin baribir menda muammo bo'lmaydi deb o'ylash xato. Chunki ko'p nizolar ataylab qilingan ish tufayli emas, e'tiborsizlik tufayli kelib chiqadi. Keling, birinchi real hayotga yaqin misolni ko'ramiz. Oilada gaz hisoblagichi oshxonada joylashgan. Hisoblagich yonida shkaf o'rnatilgan. Plomba ko'rinishi qiyin. Uy bekasi har oy to'lov qiladi. Bir kuni gaz xodimlari kelib, plomba simi cho'zilgan, aralashuv alomati bor deydi. Dalolatnoma tuziladi. Uy bekasi shoshilib imzo qo'yadi, chunki xodim bu oddiy tekshiruv hujjati deydi. Keyin esa katta summa hisoblanadi. Bu yerda asosiy xato nima? Birinchisi, hisoblagich atrofida erkin ko'rish va tekshirish imkoniyati bo'lmagan. Ikkinchisi, dalolatnoma o'qilmasdan imzolangan. Uchinchisi, o'sha paytda foto va video olinmagan. To'rtinchisi, e'tiroz yozilmagan. Ikkinchi misol. Erkak kishi kvartira sotib oladi. Oldingi egasi gazdan qarz yo'q degan ma'lumotnoma olib beradi. Lekin hisoblagichning metrologik tekshiruv muddati o'tgan bo'ladi. Yangi egasi buni bilmaydi. Oradan bir yil o'tib tekshiruvda bu aniqlanadi va ma'lum davr uchun qayta hisob-kitob qilinadi. Bu yerda ham odam men bilmasdim deydi. Lekin mulkdor sifatida kommunal holatni qabul qilib olayotganda hammasini tekshirish kerak edi. Uy sotib olish faqat devor, pol, deraza, hujjatni ko'rish emas. Hisoblagichlar ham mulkning muhim qismidir. Uchinchi misol. Ijarachi gaz plitasini almashtirmoqchi bo'ladi. Usta chaqiradi. Usta gaz quvuriga tegadi, shlangni almashtiradi, lekin rasmiy tartibda qilmaydi. Bir qarashda hammasi ishlayapti. Keyin tekshiruv keladi va gaz uskunasiga ruxsatsiz aralashuv bo'lganini aytadi. Uy egasi men bilmaganman deydi. Lekin gaz uskunalariga mustaqil yoki tasodifiy usta orqali aralashish juda xavfli. Bu nafaqat jarima, balki xavfsizlik masalasi ham. Gaz portlashi, zaharlanish, yong'in bitta noto'g'ri ulanishdan kelib chiqishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Gaz xodimi kelganda uni umuman kiritmaslik muammoni hal qilmaydi. Ba'zi odamlar kiritmasam hech narsa qila olmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri yondashuv. Agar tekshiruv qonuniy tartibda xizmat guvohnomasi bilan belgilangan vazifa doirasida amalga oshirilayotgan bo'lsa, siz hamkorlik qilishingiz kerak. Lekin hamkorlik qilish degani hamma narsaga ko'r-ko'rona rozi bo'lish degani, siz xodimning guvohnomasini bo'lish degani emas. Qaysi tashkilotdan kelganini aniqlashingiz, tekshiruv sababi va hujjatlarni so'rashingiz, jarayonni video yoki foto orqali qayd etishingiz mumkin. Ikkinchi nozik jihat, dalolatnomaga imzo qo'yishdan oldin uni so'zma-so'z o'qing. Agar dalolatnomada iste'molchi plomba buzilganini tan oldi, hisoblagichga aralashuv mavjud, iste'molchi e'tirozsiz rozi kabi gaplar yozilgan bo'lsa, siz bunday matga beparvo qaray olmaysiz, agar rozi bo'lmasangiz. Dalolatnomaga mazkur holatga rozi emasman, hisoblagichga aralashmaganman, qo'shimcha ekspertiza talab qilaman, foto va video materiallar bor deb yozing. Imzo yonida e'tirozingizni o'z qo'lingiz bilan yozish juda muhim. Chunki keyin men rozi emas edim deyishingiz uchun dalolatnomaning o'zida iz bo'lishi kerak. Uchinchi nozik jihat, imzo qo'ymaslik har doim ham foydali emas. Ba'zi odamlar umuman imzo qo'ymayman deydi. Lekin xodimlar iste'molchi imzo qo'yishdan bosh tortdi deb ikki guvoh bilan rasmiylashtirishi mumkin. Shuning uchun ba'zan eng to'g'ri yo'l imzo qo'yish, lekin albatta e'tiroz bilan imzo qo'yishdir. Ya'ni siz hujjat mavjudligini inkor qilmaysiz, lekin uning mazmuniga rozi emasligingizni aniq yozasiz. Bu keyingi shikoyat va sud jarayonida muhim dalil bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat, plombani o'zingiz yechmang, hisoblagichni o'zingiz ko'chirmang, gaz quvurini o'zingiz o'zgartirmang.
Hatto niyatingiz yaxshi bo'lsa ham. Masalan, oshxonani ta'mirlayotgan bo'lsangiz, shkaf o'rnatayotgan bo'lsangiz, gaz plitasini boshqa joyga surmoqchi bo'lsangiz, buni rasmiy tartibda qilish kerak. Gaz sohasi men o'zim bilaman deydigan joy emas. Chunki bu yerda moliyaviy javobgarlikdan tashqari hayot xavfsizligi bor. 5-nozik jihat hisoblagichning tekshiruv muddati. Har bir hisoblagichning metrologik tekshiruv davri bo'ladi. Bu muddat o'tib ketgan bo'lsa, hisoblagich ko'rsatkichlari bahsli holatga tushishi mumkin. Shuning uchun pasportni toping, hisoblagich raqamini yozib oling, oxirgi tekshiruv sanasini aniqlang. Agar bilmasangiz, hududiy gaz ta'minoti tashkilotiga yozma yoki elektron murojaat qiling. Mening manzilimdagi gaz hisoblagichining raqami oxirgi metrologik tekshiruv sanasi. Keyingi tekshiruv muddati va plombalar haqidagi ma'lumotni berishingizni so'rayman deb yozing. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin yozma javob yanada kuchliroq dalil bo'ladi. 6-nozik jihat eski qarz va yangi mulkdor masalasi. Uy sotib olayotganda kommunal tashkilotlardan qarz yo'qligi haqida ma'lumot oling. Lekin faqat qarz yo'qligi yetarli emas. Hisoblagich holati bo'yicha ham dalolatnoma tuzing. Sotuvchi bilan topshirish qabul qilish dalolatnomasiga gaz hisoblagichi raqami falon, ko'rsatkichi falon, plomba butun ko'rinadigan shikast yo'q deb yozing. Bu oddiy gaplar keyin millionlab so'mlik nizoda sizni himoya qilishi mumkin. 7-nozik jihat jarima va qayta hisob kitobni farqlash kerak. Odamlar hammasini jarima deb ataydi. Aslida ba'zi holatlarda ma'muriy jarima bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda esa gaz uchun qayta hisoblangan zarar yoki iste'mol summasi bo'ladi. Masalan, hisoblagichsiz foydalanilgan deb hisoblashsa, ma'lum davr uchun normativ asosda katta summa chiqarishi mumkin. Bu summa 22.500 so'mga yetishi ham mumkin. Shuning uchun qog'ozni olganingizda aniq so'rang. Bu ma'muriy jarimami? Qayta hisob kitobmi? Zarar undirishmi? Qaysi davr uchun? Qaysi forma asosida, qaysi hujjatga ko'ra hisoblangan? 8-nozik jihat. Gaz xodimi aytdi degan gap dalil emas. Sizga telefon orqali falon summa chiqdi deyilsa, yozma hisob kitobni talab qiling. Qaysi sanadan qaysi sanagacha, qancha kub metr, qanday tarif, qanday asos, qaysi dalolatnoma bo'yicha hisoblanganini ko'rsatsin. Agar sizga faqat umumiy summa aytilsa, bu bilan rozi bo'lib to'lab yuborishga shoshilmang. Avval asosni o'rganing. Chunki ba'zan davr noto'g'ri olinadi, uyda yashovchilar soni noto'g'ri ko'rsatiladi, uskunalar soni noto'g'ri yoziladi, tarif noto'g'ri qo'llanadi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Bugun videodan keyin gaz hisoblagichingizni tekshiring. Hisoblagich raqamini, ko'rsatkichini, plombalarni suratga oling. Suratlarda sana ko'rinishi shart emas, lekin telefoningizning fayl ma'lumotda sana saqlanadi. Yaxshisi, qisqa video oling. Manzil, hisoblagich raqam, ko'rsatkich, plomba atrofidagi ulanishlar ko'rinsin. Buni vahima uchun emas, o'zingizni himoya qilish uchun qiling. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizda gaz hisoblagichining pasporti, o'rnatish dalolatnomasi, plombalash dalolatnomasi, oxirgi tekshiruv hujjati, to'lov kvitansiyalari yoki elektron to'lov skrinshotlari, qarz yo'qligi haqidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak. Agar bular yo'q bo'lsa, yo'q ekan deb o'tirmang. Hududiy gaz tashkilotiga murojaat qiling va nusxalarini so'rang. Murojaatda manzilingizni, FIH ni, abonent raqamingizni yozing. Mening xonadonimdagi gaz hisoblagichiga oid o'rnatish, plombalash, metrologik tekshiruv va joriy qarzdorlik bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 3-qadam. Gaz xodimi kelganda tartib bilan harakat qiling. Avval salomlashasiz, xizmat guvohnomasini so'raysiz. Guvohnomani rasmga olishga ruxsat so'rashingiz mumkin. Kamida FIH, lavozim va tashkilot nomini yozib oling. Keyin tekshiruv sababini so'rang. Jarayonni videoga olishni boshlang. Bunda janjal qilish shart emas. Oddiy qilib ayting. Men jarayonni o'zim uchun qayd qilib qo'yapman. Keyin tushunmovchilik bo'lmasin. Bu sizning intizomli iste'molchi ekaningizni ham ko'rsatadi. 4-qadam. Dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar xodim shoshirsa ham, men avval o'qib chiqaman deng. Agar dalolatnomada siz rozi bo'lmagan jumla bo'lsa, o'sha joyga e'tirozingizni yozing. Masalan, plomba buzilgan degan xulosaga rozi emasman. Hisoblagishga aralashmaganman. Mustaqil ekspertiza va qayta tekshiruv talab qilaman. Yoki hisoblangan davr va summa bilan rozi emasman. Hisob kitob asoslari yozma taqdim etilsin. Bu jumlalar oddiy ko'rinadi, lekin huquqiy jihatdan juda muhim. 5-qadam.
Sizga katta summa chiqarilsa, darhol to'lab yubormang va darhol janjal ham qilmang. Avval hujjatlarni oling. Sizga quyidagilar kerak bo'ladi. Tekshiruv davlatnomasi nusxasi, hisob-kitob varaqasi, qaror yoki talabnoma, fotosuratlar bo'lsa ularning nusxasi, hisoblagich bo'yicha avvalgi davlatnomalar, to'lov tarifi. Keyin yozma e'tiroz tayyorlang. E'tirozda aniq yozing. Mazkur hisob-kitob bilan rozi emasman. Chunki hisoblagichga aralashuv qilmaganman. Plomba holati bo'yicha mustaqil ekspertiza o'tkazilmagan. Hisoblangan davr asoslanmagan. Dalolatnoma tuzishda mening e'tirozlarim to'liq inobatga olinmagan. Har bir holatni fakt bilan yozing. 6-qadam, murojaatni faqat og'zaki qoldirmang. Gaz ta'minoti tashkilotiga yozma murojaat qiling. Elektron murojaat yuboring yoki qabulxonaga topshirib kirim raqamini oling. Kirim raqami juda muhim, chunki keyin siz men murojaat qilganman deb aytasiz. Ular esa bizga murojaat kelmagan deyishi mumkin. Kirim raqami, sana va nusxa sizning dalilingiz bo'ladi. 7-qadam, zarur bo'lsa yuqori tashkilotlarga va sudga murojaat qiling. Agar siz haqiqatdan ham hisoblagichga aralashmagan bo'lsangiz, summa asossiz deb hisoblasangiz, ekspertiza o'tkazilmagan bo'lsa yoki dalolatnoma noto'g'ri tuzilgan bo'lsa, o'zingizni himoya qilishdan qo'rqmang. Iste'molchi sifatida siz asos talab qilishga, hujjat nusxalarini olishga, e'tiroz bildirishga, mustaqil ekspertiza so'rashga, sud tartibida nizolashishga haqlisiz. Albatta, katta summa haqida gap ketganda malakali yurist bilan maslahatlashish ham to'g'ri bo'ladi. 8-qadam, ijara va oldi sotdida alohida ehtiyot bo'ling. Agar uy berayotgan bo'lsangiz, ijarachiga topshirish dalolatnomasida gaz hisoblagichi ko'rsatkichini yozing. Suratga oling, kommunal to'lovlar kim tomonidan va qachon to'lanishini shartnomaga kiriting. Agar uy sotib olayotgan bo'lsangiz, notariusgacha yoki notariusdan keyin darhol kommunal xizmatlar bo'yicha tekshiruv qiling. Qarz yo'q degan gapni og'zaki emas, hujjat bilan oling. Hisoblagichga qarang, plombani ko'ring, raqamni solishtiring. 9-qadam. Ta'mir vaqtida gaz uskunasiga tegmang. Oshxonani remont qilmoqchi bo'lsangiz, mebelchi yoki oddiy usta gaz go'rini surmasin. Hisoblagichni joyidan qo'zg'atmasin, plomba yaqinida ish qilmasin. Bunday ishlar faqat vakolatli tartibda bajarilishi kerak. Aks holda keyin men faqat shkaf qo'ydirganim degan gap yordam bermaydi. Gaz xavfsizligi masalasida har bir harakat hujjat bilan qilingan bo'lishi kerak. 10-qadam. Har oy kamida bir marta hisoblagich ko'rsatkichini o'zingiz qayd qiling. Telefoningizda alohida papka oching. Masalan, gaz hisoblagich 2025 deb nomlang. Har oy suratga oling. Bu oddiy odat keyin katta nizoda juda foydali bo'ladi. Agar gaz tashkiloti siz falon davrda juda ko'p gaz ishlatgansiz desa, sizda o'sha davr bo'yicha ketma-ket suratlar bo'ladi. Yana bir muhim maslahat, hech qachon bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang. Hech qachon keyin to'ldiramiz deyilgan hujjatga rozi bo'lmang. Hujjatda sana, manzil, xodimlar ism sharifi, hisoblagich raqami ko'rsatkichi aniqlangan holat, sizning e'tirozingiz aniq yozilgan bo'lishi kerak. Agar nusxa berishmasa, telefoningizga suratga oling. Nusxa keyin beriladi degan gapga ishonib qolmang. Chunki keyin hujjat mazmuni bo'yicha bahs chiqishi mumkin. Agar sizga 22.500 million so'm kabi katta summa chiqsa, men tavsiya qiladigan tartib shunday. Birinchi kuni barcha hujjatlarni so'rang va mavjudlarni suratga oling. Ikkinchi kuni yozma e'tiroz tayyorlang. Uchinchi kuni gaz tashkilotiga rasmiy topshiring. Shu bilan birga hisob-kitob formulasi, davr tarif va asosni yozma so'rang. Agar javob qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Agar talab baribir saqlansa, sudgacha bo'lgan tartibda yoki sud orqali nizolash masalasini ko'rib chiqing. Muhimi, muddatlarni o'tkazib yubormang va keyin hal bo'lar deb kutib yurmang. Xulosa shuki, gaz hisoblagichi masalasida eng katta xatolar 3ta. Hujjatlarni saqlamaslik, dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'yish va muammo chiqqandan keyin kech harakat qilish. Siz gaz uchun pul to'layotgan bo'lsangiz ham, hisoblagichning plomba holati, tekshiruv muddati va rasmiy hujjatlari joyida bo'lishi shart. Gaz xodimlari kelganda xotirjam, lekin talabchan bo'ling. Guvohnomani ko'ring, jarayonni qayd qiling, hujjatni o'qing. Rozi bo'lmasangiz e'tirozingizni yozing. Bu mavzu har bir xonadon uchun muhim. Chunki bugun sizda hammasi joyida bo'lishi mumkin, lekin ertaga uy sotib olish, ijara, ta'mir, tekshiruv yoki oddiy e'tiborsizlik sabab katta muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun hoziroq hisoblagichingizni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga soling
va oila a'zolaringizga ham tushuntiring. Gaz hisoblagichi yo'lida hech narsaga ruxsatsiz tegilmaydi. Hech qanday hujjat o'qimasdan imzolanmaydi. Sizda gaz hisoblagichi bo'yicha shunday tekshiruv bo'lganmi? Katta summa hisoblangan holatga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Bitta yuborilgan video kimnidir 22.500.000 so'mlik muammodan saqlab qolishi mumkin.